Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, kuymisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana jo'jalarimiz kundan foydalanib, bunaqa o'tlarda bedazorimizda sayr qilishyapti. Bu yerda mana bobo xorozimiz katta bo'lyapti. Ko'kkalar qolishmagan holatda. Kichkina partiyalarimiz ham mana qo'shilib qoldi. Savollar tushgan ekan, o'zi masalan 10 kunlik, 20 kunlik kichkinalarini qo'shib olsak bo'ladimi deganlarga mana javob. Katta partiyamiz 25 kunlik bo'ldi, kichkina partiyamiz 13 kunlik bo'ldi. 10 kunlik kichkina, bular bilan teppa-teng qo'shilib yura oladi. Bularning ichida masalan eng kattasi